Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Yeni Şafaq gazeti 48 Uyg'urning Xitoyga qaytarilishdan qutulganligini bildirdi. Türkiye'nin Yeni Şafaq gazeti G'azzadagi asir almashtirish harakatidan keyin Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urning Xitoyga topshirilib berishdan qutulganligini bildirdi. Yeni Şafaq gazetining 30 yanvardagi xabarida Tayland hukumatining 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarish qaroridan oxirgi paytda voz kechganligi, buningda Turkiya insoniy yordam vaqfining diplomatik tirishchanliklarining unumli rol o'ynaganligi bildirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, insoniy yordam vaqfining suhbat o'miki Tayland amaldorlariga G'azzada tutqun qilingan Tayland fuqarolarining Turkiya prezidenti Erdo'g'anning tirishchanligi bilan ozod qilinganligini eskartib, biz sizlarning fuqarolaringlarga ega bo'ldik. Sizlarningmi bu musulmon turklarga ega bo'lishinglarga to'g'ri keldi degan. Bildirilishicha, Hamas 2023 yil noyabrda prezident Erdo'g'anning urush to'xtatish tirishchanligiga javoban 4 taylandlik tutqunni qo'yib berganligini jakarlagan ekan. Bu qatimmo Taylandning Erdo'g'andan Hamasning qo'lidagi 5 Tayland fuqarosini qutqizishda yordam talab qilganligi, buning bilan Erdo'g'anning Milliy istixborot tashkilotiga bu ishni hal qilish haqida buyruq berishi bilan mazkur 5 Taylandlikning 31 yanvar qo'yib berilganligi bildirildi. Yeni Şafaq gazetining xabarida Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish planining IHH insoniy yordam vaqfi aloqa ishlari o'makining Taylandda qilgan xizmatlari natijasida to'xtatilganligi qayd qilingan bo'lib, IHH suhbat o'makining boshlig'i Abdullah Altay Taylandda nurg'un amaldorlar bilan ko'rishib, ularga mazkur Uyg'urlar Xitoyga qaytarilgan taqdirda hayotining xavfga uchraydiganligini, ig'ir insoniy huquq dafsandachiligiga duch keladiganligini, hatto o'lim jazosiga hukm qilinadiganligini yetkazgan. Abdullah Altay apandi muxbirga bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslik qarorini qo'lga keltirgandan keyin qaytarish markazida 18 kundan buyon ochliq e'lon qilgan qarindoshlarimizga xabar yo'lladik. Ertasidan boshlab ular ochliq e'lon qilishni to'xtatib, tamoq yeyishga boshladi degan. Abdullah Altay apandi yana 10 yildan buyon nachar turmush sharoitida tutib turilgan Uyg'urlarning Turkiyadagi yaqinlari bilan jam bo'lib Xitoyga qaytarilish vahimasidan qutulishni umid qilganligini aytgan va Turkiyaning Uyg'urlarga eshik ochadiganligiga ishonganligini bildirib, nazorat ostidagi Uyg'urlarmi Turkiyaga kelalishi uchun salohiyatli o'rinlardan yordam kutmoqda degan. Filippin prezidenti Xitoyga taklif sundi. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos Xitoyga dengizdagi talash-tardishlarni hal qilish haqida taklif sundi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining 31 yanvar xabar qilishicha, Filippin prezidenti Marcos Xitoyga taklif sunib, agar Xitoy Janubiy dengizdagi tajovuzchilik harakatlarini to'xtatsa, Amerika yasagan Tayfun nomli boshqariladigan bomba sistemasini Filippindan chiqarib o'tadiganligini o'tirg'a qo'ygan. Bu taklif avtodrom havo yo'lining ochilish marosimida o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, Xitoyning buningga qo'shilish ehtimolligi to'van bo'lg'achqa, bu bir jiddiy taklif emas, balki ritorik xitob deb qaralgan. Marcos Filippinning bexatarligi uchun Tayfun boshqariladigan bomba sistemasini saqlash huquqi borligini ta'kidlagan. Tahlilchilar bu taklifni siyosiy bayonot deb qaragan bo'lib, Xitoyning harbiy mavjudiyatidagi qo'sh o'lchamlik pozitsiyasini tanqidlagan. Bildirilishicha, Marcosning bu ultimatumi Filippinning Xitoyning majburlash harakatlariga, jumladan Filippin paraxodlariga parakandichilik qilishiga qarshi pozitsiyasini ifodalashni maqsad qilgan. Mutaxassislar Tayfun boshqariladigan bomba sistemasini Filippindan chiqarib o'tishning Xitoyni rag'batlantiradiganligini, Sharqiy Osiyoda murakkab inkoslarni keltirib chiqarib, rayon bexatarligiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bildirgan. Bu taklif simvollik ahamiyatga ega bo'lsa-mu, Filippinning Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi davomlashayotgan xiristlarni ko'rsatib bergan. Tahlilchilar talash-tortishlik rayonda Xitoyga har qanday tariqada yo'l qo'yishdan saqlanish, bo'libmi kelgusidagi Filippin saylamidan burun ehtiyot qilish kerakligini eskartgan. Xitoydan terrorlikqa qarshi harakatga qatnashish talab qilingan. Bir tadqiqot o'rnining dokladida Xitoydan Pokistondagi Xitoy fuqarolari va turli qurilishlarni qo'g'dash bo'libmi hujumlar ko'p yuz berayotgan Balochiston o'lkasida Pokiston bilan bo'lgan terrorlikqa qarshi turish harakatida boshlamchi rol o'ynashi kerakligi taklif qilingan.
Mazkur dokladda istixborot uchuri almashtirishni yaxshilashning zarurligi ta'kidlangan bo'lib, Xitoy xususiy bexatarlik shirkatlarining Balochiston'dagi harakatga qatnashishi tavsiya qilingan. Dokladda Balochiston ozodlik armiyasining Xitoyning manfaatlik nuqtalarini nishonlaganligi ko'rsatilgan bo'lib, Hindiston va Amerika qatorliq tashqi kuchlarning Xitoy-Pokiston munosabatini buzish mumkinchiligiga imo qilingan. Doklad yana bexatarlik xavfi mavjud bo'lsa-mu, Xitoyning Pokistondagi mablag' selishni izchil davomlashtirib, iqtisodiy taraqqiyotni ilgari surishi va terrorlikni azaytishi kerakligi da'vo qilingan. Isroiliya kelishim bo'yicha falastinlik mahbuslarni qo'yib berdi. Isroiliya Hamasning asirlarni topshirishi jarayonida isroiliyalik asirlarning bexatarligidan ansirab, asir almashtirishni qisqa vaqt kechiktirgan bo'lib, keyin 110 falastinlik mahbusni qo'yib bergan. Bosh minister Benyamin Netanyahu kelgusidagi asir almashtirishlarda asirlarning bexatar chekinishiga kafolatlik qilishni talab qilgan. Gerçi almashtirish kechiktirilgan bo'lsa-mu, Isroiliya bilan Hamas o'rtasidagi 6 haftalik urush to'xtatish kelishimi ta'sirga uchramagan. Falastinlik mahbuslarning qo'yib berilishi 3 isroiliyalik asir va 5 taylandlik asirning qaytirilishi bilan munosabatli bo'lib, ular G'azzadagi Qizil Kirist jamiyatiga topshirilgan. Navbatda urushni to'xtatish kelishimiga asosan 33 isroiliyalik asirni yuzlagan falastinlik mahbus bilan almashtirish talab qilingan. Kelar hafta boshlanadigan keyingi bosqichlik suhbat to'qinishni mangulik oxirlashtirish va qolgan asirlarni qo'yib berish masalalarini o'z ichiga oladi ekan. Trumpning ko'chmanlarni Guantanamo turmasiga qamashni planlaganligi diqqat qo'zg'adi. Amerika prezidenti Donald Trump qonunsiz ko'chmanlarga qattiq siyosat yurgizadiganligini ta'kidlab kelgan bo'lib, uning Amerikadagi bir turkum ko'chmanlarni Guantanamo turmasiga avatish plani borligi diqqat qo'zg'adi. Avstraliya ABC to'rining 31 yanvar xabar qilishicha, avstraliyalik advokat Stephen Kenny 2002 yildan 2007 yillari orasida Guantanamo turmasidagi tutqunlarning vakili bo'lgan ishlarni tasvirlab, harbiy turmadagi sharoitlarning kishini cho'chitgudek darajada ekanligini, tutqunlarning it qapisiga o'xshash kamerlarda tutib turilganligini aytgan. Bildirilishicha, Guantanamo turmasi inson haqlari dafsandachiligi, jumladan qiyin qistoqqa elish sababidan dunyo miqyosida tanqidga uchragan. Navbatda u turmada faqat 15 tutqunlar qolgan bo'lsa-mu, Prezident Trump bu o'rinni kengaytib, qonunsiz ko'chmanlarni tutib turishni planlagan. Trumpning qarori ko'chmanlarga qaratilgan muomala va qonuniy huquq haqidagi andishalarni keltirib chiqargan. Tanqidchilar bu harakatning ko'chmanlarni tahdid sifatida ko'rib, ularni ig'ir sharoitlarga qoldirish ahvollarini keltirib chiqarishi mumkinligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 16-qatimliq jazo planini tayyorlamoqda. Yevropa Ittifoqining xalqaro jazo tadbirlari alohida vakili David O'Sullivan Rossiyaga qarshi 16-qatimliq jazo yurgitish plani tayyorlaganliklarini bildirdi. David O'Sullivan Rossiya Ukraina urushi boshlangandan buyon 4-qatim Qozog'istonni ziyorat qilgan bo'lib, poytaxt Ostonada aloqador amaldorlar bilan ko'rishgandan keyin suhbatlari haqida bayonot bergan. U Qozog'istonlik amaldorlar bilan o'tkazgan uchrashuvlarda muhim ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligini bildirib, Yevropa Ittifoqining Qozog'istonning Rossiya bilan bo'lgan qonunli savdo munosabatlariga aralashish va ularga har qanday tariqada to'sqinlik qilish niyati yo'q degan. U savdo sohasidagi ba'zi vakillarning Qozog'istonni jazo tadbirlarini buzish uchun bir sifatida ishiltishidan andisha qiladiganligini tilg'ilib, biz bu yerda Yevropa Ittifoqi va 7 davlat guruhi davlatlarda ishlab chiqarilgan va jazo tizimligida o'rin olgan mahsulotlarning Qozog'iston orqali Rossiyaga eksport qilinishini ko'zda tutyapmiz deganlarni qayd qilgan. U Yevropa Ittifoqining Rossiyaga yurgiziladigan 16-qatimliq jazo tadbirlari planini tayyorlayotganligini so'zlariga ilova qilgan. Trump Amerikaning Suriyada ishi yo'q ekanligini ta'kidladi.
Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning Suriyada ishi yo'qligini, bu haqda bir qaror chiqaradiganligini bildirdi. Anadolu agentligining 31 yanvar xabar qilishicha, prezident Trump Oqsaroyda muxbirlarning savollariga javob berganda, bir muxbir uningdan Isroiliya taratqularida Amerikaning Suriyadagi askarlarini chekindiradiganligiga doir xabarlar chiqyotdi. Bu haqda qaror bormi deb so'ragan. Trump Suriya masalasi haqida bir qaror chiqaramiz. Biz Suriya masalasiga azaldan aralashmadik. Suriya o'zining g'amini qilmoqda. U yerda yetarli darajada qalaymaqonchilik mavjud. Suriyaning ishlariga aralashishimizning hech hojati yo'q degan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.